Voy, topolmayapman. Nimani topolmayapsan? Dokumentlarimni, keyin adapterlarimni topolmayapman. Qanaqa kim? Pasportlarimni. Ha, bo'ldi. Topdim. Men hozir kelaman. Qachon ketasan? Arzentol klinikasiga kosmetologga borib kelay. Qachon kelasan? Tezda kelaman. Shoshib turibman, bo'pti. Ha. Masalan, qancha vaqt ketadi bu protseduraga? 20-30 daqiqa ketadi. Ancha kam. Tushunishingiz uchun men kuni bilan ishlayman. Ikkita bolam bor uyda. Hozir bu yerda qalin ko'rpachalarda ustida yotgandek mazza qilib yotibman. Chunki menga kamlik qilyapti. Unda точно 3-4 soat ketadi. Kosmetologda oldiga kelgan tariximni mana boshidan ko'rdilaringiz. Twitterdagilar imeyte в виду Ars Dental klinikasi mnogoprofessionalniy klinika bo'lib, детский vrachdan tortib ginekolog, kosmetolog hamma vrachlari bor. Men esa yuzlarimga protseduralarni olib, xursand bo'lib uyga qaytdim. Menga o'xshab polovinkalaringizni rozi qilib chiqish eslaringizdan chiqmasin, a?